Assalomu alaykum barchaga sizlar bilan men Sam Gamer. Bugun biza zo'r ish qilamiz. Minecraft hardcore'da 10 kun yashashga harakat qilamiz. Jenursa kompyuterni versiya menga yoqmaydi, lekin boshqa chora yo'q. Shusiga shukr, ishqilib bor, ishqilib. Meni maqsadim asosiysi hardcore'da maqsadlarimga erishish. Bugun men hardcore'da maxsus sit bilan ishlayman, shuning uchun ham aynan nima desam bo'ladi. Agarda sizlarga bu sit kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta menga murojaat qilinglar. Men sizlarga yaxshigina narsalar topib berishim mumkin. Qishloqchaga keldim va uzr birozgina qotyapti. Ana endi sal yaxshiroq bo'ldi-yu, baribir qotyapti. Yo'qol. Yaxshi, ovqat bor ekan, lekin juda ham kam. Olmani ham olamiz, qani ketdik. Qishloq bo'shatamiz. Bu haqiqiy dahshat bo'ldi. Konga tushdim. Uxlash kerak. Akacha men unaqa pulli ham topdim. Va men buni ular xullas jetellar bilan savdolashib topdim. Endi esa ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda esa men kondan nima qilganimni hozir ko'rsataman. Kondan 12 ta temir qazidim va men uni pechkada pishirib olaman. Buni bu yoqqa qo'yamiz va tayyor. Qanchalik og'ir bo'lmasa, men bu qishloqni afsuski tark etyapman. Undan ko'ra anavi tog'dan borib, yana ham rudalar yig'ib kelishim kerak va men maksimalni kuchayaman. Bu esa endi 3 kun. Tong otdi, biz esa o'ylaydi edik. Zombiylar quvushidan arang qutulib qoldim. Endi ikkinchi qishloqqa ketyapman. Va nihoyat ikkinchi qishloq. Xudo shukr topdim. Endi bu yerda ham bo'shatamiz. Ikkinchi qishloqdagi sandiqda bu narsalar bor ekan. Aslahani bekor yasabman. Undan ko'ra boshqa narsa yasasam bo'lar ekan. Mayli, muhim narsalar bor. Ha, do'stlar, men hardcore'da 10 kun yashamoqchi edim, lekin maqsadimga erishgandan keyin fikrimdan qaytdim. Maqsadim esa temir aslahalar bilan butunligicha qoplanish edi. Hatto menda pul ham bor, temir aslaha ham bor. Zirhim 7, onda 5 va men maqsadimga yetdim. Videoni shu joyda tugataman. Agar siz Minecraft'er bo'lmasangiz, sizga maslahatim Minecraft'ga ham o'ting, chunki u juda qiziqarli o'yin. Aytgancha, bu videoning sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu video ostida 5 ta layklar bosib qo'yinglar. Shunda men bu qishloqning ham bilan birgalikda xullas bu zonaning haqiqiy sirrini sizlarga jo'nataman. Sizlar bilan men Sam Gamer bo'ldim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.